Ajastirlik xizmati Namangan viloyati bo'ylab barcha hududlarda o'z xizmat faoliyatini boshladi. Bizning asosiy xizmat vazifalarimizdan biri Yevroprotokol rasmiylashtirish, zararlarni baholash, sug'urtadan pul olishda fuqarolarga ko'maklash, evakuator xizmati, yuridik xizmatlarimiz mavjud. Yevroprotokolning qulayli tomonlaridan biri yo'l patrul xizmati ishtirokisiz rasmiylashtiramiz. Jarima maydonlarisiz, jarimalarsiz rasmiylashtiramiz. Baholash xizmatlarimiz mutaxassis o'z joyiga chiqib, zararlangan detallarni to'liq o'rganib, shaffofligini ta'minlaydi. Evakuator xizmatlarimiz mavjud bo'lib, shikastlangan transport vositalarini avtota'mirlash ustaxonalarigacha olib borib berish xizmatlarimiz mavjud. Bizning xizmatlarimiz 24 soat barcha tumanlarda xodimlarimiz xizmatingizga tayyor. Yo'l transport hodisasiga uchrasangiz, bizda yuridik xizmatlar mavjud bo'lib, xizmatlarimizdan foydalanish uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin.